Bahodir aka, mana shu ruletkada qaramasdan 23 sm tortib yesiz, $100 beraman. Faqat bir marta imkoniyat. Shumi? Gap yo'lki 22 sm Bahodir aka 1 sm qoldi. Sherzod aka, sinab ko'ramizmi? Qani? 22 sm. Shumi? Ya, 24 sm tortib o'rdiz aka. Qarang. 24 sm. Bir marta faqat aka. Afsus, hech qaysi ustalarimiz tortmadi. Nima deysiz? Optimetrman tortib. Mana. 19 sm qaramasdan tortib yesiz $100 sizga. Torting aka. Ushlagan joyingizda bo'ldi desiz. Shumi? Javobmi? Ha. Вот это поворот! Benimkini be. Gap yo'lik aka. Mana aka gap. Gapsiz aka. Gördün? Bana $100 işler. Gap, qaloriz bo'lsin. Sherzod aka ko'rdingizmi aka? Usta Umid, mana bu ruletka orqali 25 sm tortib bersang, $100 saniki. Sinab ko'ramizmi? Davay, qani? Bismillah. Shumi? 23 sm mana. Endi esa ukamga navbat. Qani ustalarsiz tayyormisan? 25 sm tortib bersang, $100 saniki bo'ladi. Qani? O, точно tortdim, men $100. Hatto tortdik. Вот это поворот! To'g'ri-da, xato qilgan ishiga $100 olgan bo'lsa, zadanini xato qilmasdan chotki bajarsa, qancha pulga ega bo'lishini o'zi tushunib yetadi.